Voy, nimaga turyapsiz? Yoting. Sizga mumkin emas. Menga qara. Oybekni qayerdan taniysan? Kim Oybek? Qayerdan taniysan deyapman. Kimni so'rayapsiz? Tushunmadim. Hozir qo'ng'iroq qildi. Och telefoningni. Voy. Bu meni telefonim emas. Opamni telefonini olib kelibman. Jonim degan yozuv chiqdi-ku. Opani so'radi. Ha. Jonim degan yozuv chiqqan bo'lsa, pocham qilganlar. Ismlari Oybek emas. Och telefonni. Men ocha olmayman. Keling. Alo. Voy, Filos. Nima telefonimni olib chiqib ketib qolding? Qayerdasan? Menga telefon qilma. Telefoningni axlatga tashlayman. Nima? Meniki deb o'ylab olib chiqib ketibman. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Bilmayman. Voy, sizga mumkin emas, yoting. Yoting, men topib beraman sizga, yoting. Men topib beraman. Sizga turish mumkin emas. Telefonim qani? Topib beraymi? O'lganda. Kim o'ladi? O'sha Oybek. Allo. Oldim Yusuf qizingni, xavotir olma. Jam. Oybek tirik ekan. Yusuf, tomlaring ketganmi sen, ha? Kecha Oybekni xotini keluvdi yonimga. Oybek ham tirik deydi. Qatta ko'ribdi. Bilmayman, mehmonxonada ko'rganmish. Jinni bo'lib qolganmiz hali, tushunmayapman. U o'lgan, ko'milgan. Ko'rdingmi o'ligini? Ha? Kasalxonadan berishganida hamma yoq yopiq edi. Nima deysan? Agar tirik bo'lsa ham Yusuf, u hammasi uchun javob beradi. Lekin tirikligiga ishonmayman. Jam, top uni. Men o'zim ko'rdim. Ovozini eshitdim hozir. Qattan ko'rasan.